Sevdikler yerde göstermedim. Sandıklar eşittir Rabbine. Bugungi menda so'nggi bor sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi oson. Yuragim sezib bugun xiyonatingni, ko'zlarim ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Inson nimaga sevar va nimalarga erishar? Vaholanki va'dalar berayotgan lablar aldar. Muhabbatga ishontirish kimda? Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Qani kim javob berar? Agarda sevganingda, qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayolot ungacha qiynar. Tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim sezib bugun xiyonatingni, ko'zlarim ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Bilaman bugungi menda so'nggi bor sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi oson. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kun ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kun ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O't tong minglab azoblar chekib o'tadim, badani butun, lek yuragimda qon. So'ngra esa berkitilgan raqamda qildi qo'ng'iroq. U esa ano deya javob. Nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlar shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmidi? Tonu kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Farq shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kun ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kun ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni.